Seni g'alati akang. Mana shuncha ochib qo'ysam, tonirovka torttirgani bilinar ekan. Aka, tonirovkangiz yo'q-ku. Ukam u boshqalar qora tonirovka torttiradi. Men shunaqa ko'rinmaydigandan torttiraman. Ukam hali yangi telefon oldim, Samsung Note Ultra bir narsasidan. Bo'ladimi? iPhone'ga pul yetmadimi aka? Ukam, puldan gapirma, vashi puldan muammo yo'q. Puling yo'q deb ko'ra, lekin pul ishlab chiqaradigan zavoding bo'lsin. Ukam, mana jim o'tirmayman-da, elektr oldim-u. Shuna kapotiga BMW M8 Competition'ni to'ri-to'rli twin turbo motorni bosib yubordim. Bitta ovozini eshitib ko'rasanmi? Ovoz eshitilmadi-yu aka. Voy ukam, endi ichkaridan ham tashqaridan ham palon pulga shuncha qildirganingdan keyin sifat shunaqa zo'r bo'lar ekan-da. Malibu nima bo'ldi? Bratishka, Malibu'ni men prektga olganman-ku. Hozir salonni o'zgartiryapman. Gentra rul taqdim, Gentra bar taqdim. Lukni ham olib tashlab, Gentra luk qo'yib yubordim. Endi bitta shu Gentra 1.5 motor taqib yuborsam bo'ldi. Nima foyda aka? Ukam, foyda kerak emas, prosta ani pullarni qaqadir ishlash kerak-da.